Yaponiyada sushi kafelari juda ham ko'p. Misol uchun Sushiro, Kura sushi hamda hamma sushi, lekin ular ichida menga eng yoqadigani bu hamma sushidir. Bugun ham xo'jayinim bilan birga hamma sushiga keldik. Bu yerda deyarli har doim odam ko'p bo'ladi. Kirganda avvalo navbat olish kerak. Eshik oldida turgan planshetdan odam sonini tanlaysiz, keyin esa navbat raqami yozilgan chek chiqadi. Ekranda raqamingiz chiqqanda ichkariga kirasiz. Juda qulay. Ba'zan kutishga to'g'ri keladi, lekin ishoning arziydi. Hamma sushining eng yoqadigan tomoni ham arzon ham sifatli sushidir. Sushilarni to'g'ridan-to'g'ri planshet orqali zakaz berasiz. Sushilar esa konveyer lenta orqali oldingizga to'g'ridan-to'g'ri keladi. Xullas, bu yerda ofitsiant chaqirish umuman shart emas. Hamma buyurtmani faqat planshet orqali berasiz. Bu yerda nafaqat sushi, balki ramen, desertlar, ichimliklar ham bor. Stol ustida o'zining 5 xil soya sousi, imbir, matcha choyi bor. Biz matcha choyini juda sevib iste'mol qilamiz. Xullas, xo'jayinim bilan kerakli yoqtiradigan sushilarimizni birma-bir zakaz berdik. Ayniqsa miso sup bilan sushi umuman vobshe zo'r ketadi. Oxirida yeb bo'lganimizdan keyin albatta desertni ham unutmadik. Va oxirida shunaqa o'yinimiz bor. Tarelkachalarni sanaymiz, kim qancha yedi. Kassada ham hech kimni bezovta qilmay, QR kodni ko'rsatib, qancha yeganingiz narxi chiqadi, o'zingiz pulni avtomatga to'lab chiqib ketaverasiz. Xullas, bu kafe oilaviy kelish uchun juda ham qulay joy. Yaponiyada bo'lsangiz, albatta hamma sushiga kirib ko'ring. Men uchun u har doim birinchi tanlov.